Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan mehribon aziz onajonlar. Men bugun yoshligim o'tgan hovliga keldim. Ota hovlimga. Shu yerga kelsam barcha g'am-g'ussalarim, barchasi unut bo'ladi. Nimagadir shu yerga kelsam hech ham ketgim kelmay qoladi. Mana bu yoshligimda onam bilan ko'p xotiralarga boyigan oshxona. Bu yerda onam bilan ovqat qilar edik, choy damlar edik, idishlarni yuvar edik. Suhbatlashib o'tirar edik. Bugun kelib shu idishlarni yuvgim kelib ketdi nimagadir, yoshligimni eslab. Shu yerda turib onam judayam idish yuvganda oyog'iga osilar edim. Men ham yuvaman deb talashib. Ba'zida idish sindirar edim, ba'zida suv sepib edim. Shunaqa ayami judayam g'ashiga tegar edim. Barchasi o'tib ketar ekan. Yoshimiz katta bo'lgan sari shunaqa xotiralarimizga boy bo'lgan yerlarga qaytib qo'ygimiz kelar ekan. Yoshligimizga qaytib qo'ygimiz kelar ekan. Onam aytar edi, ulg'ayishga shoshilmagin, hali ulg'aysang hayot qiyin, hayot qiyinchiliklaridan qiynalib ketasan desa, hech ham ishonmar edim. Shunaqangi katta bo'lishga shoshilar edim, shunaqangi ulg'ayishga shoshilar edim, lekin bolalikka yetmaydi ekan hech bir narsa bolalikka yetmaydi ekan. Shuning uchun farzandlarim